Endi esa shu va boshqa xabarlar haqida batafsil. Xalq deputatlari Buxoro viloyat kengashining 32-sessiyasi bo'lib o'tdi. Tafsilotlar dastlabki lavhamizdan o'rin olgan. Bugungi kunda hududlarni rivojlantirish bilan bir qatorda aholi xavfsizligini ta'minlash, turli favqulodda holatlarning oldini olish va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarga tizimli tayyorgarlik ko'rish ham muhim vazifalardan biridir. Viloyat kengashining navbatdagi sessiyasida mazkur yo'nalishdagi ishlar ham atroflicha muhokama qilindi. Dastlab viloyatda favqulodda vaziyatlarning oldini olish hamda ularning oqibatlarini bartaraf etish borasida amalga oshirilayotgan ishlarning holati yuzasidan axborot tinglandi. Favqulodda vaziyatlar tizimi faoliyatining asosiy mezoni xavf yuzaga kelgandan keyin unga javob berish emas, balki uning oldini olish, aholi va hududlarni muhofaza qilish bo'yicha profilaktik choralarni kuchaytirishdir. Shu nuqtai nazardan davlatimiz rahbari tomonidan imzolangan qaror va farmonlar ijrosi doirasida viloyatimizda favqulodda vaziyatlarni barvaqt aniqlash, xavfli holatlarni oldindan baholash, aholini ogohlantirish hamda zarur kuch va vositalarni doimiy shay holatda saqlash masalalariga e'tibor qaratildi. Bugungi Buxoro viloyati xalq deputatlarining 32-sessiyasida favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan o'tgan 6 oy davomida amalga oshirilgan ishlar, yo'l qo'yilgan kamchiliklar va takliflar eshitildi. Bu takliflar bejizga tinglanmadi. O'zbekiston Respublikasi davlat rahbarining 2025-yil oktyabr oyida maxsus farmon 3 ta qarorlari qabul qilingandi. Ushbu qaror ijrosini ta'minlash maqsadida Buxoro viloyatida ham 516 ta mahallalarga 124 nafar favqulodda vaziyatlar boshqarmasining mutaxassislari davlat inspektori sifatida biriktirildi va faoliyati yo'lga qo'yildi. Buxoro viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi xodimlariga 18 ta maxsus va xizmat avtomobillari taqdimoti bo'lib o'tdi. Bu o'z navbatida xodimlarni favqulodda sodir bo'lishi mumkin bo'lgan favqulodda vaziyatlarni o'z vaqtida aniqlab, bartaraf qilishda xizmat o'tab beradi. Bundan tashqari, mahallalarga biriktirilgan 124 ta mahalla inspektorlari tomonidan xonadonbo'y ishlarni tashkil qilgan holda favqulodda vaziyatlarni o'z vaqtida aniqlash, oldini olish bo'yicha targ'ibot tashviqot ishlari yo'lga qo'yildi. Muhokamada aholi va hududlarni turli xavf-xatarlardan muhofaza qilish, favqulodda vaziyatlarning oldini olish bo'yicha profilaktik ishlarni kuchaytirish hamda tegishli xizmatlar faoliyatini muvofiqlashtirish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Bu borada favqulodda vaziyatlarning oldini olish faqatgina maxsus xizmatlarning emas, balki barcha tegishli tashkilotlar va mahalliy boshqaruv organlarining hamkorligini talab qiladigan vazifa ekani qayd etildi. Xususan, viloyat kengashi deputatlari tomonidan sohada qo'llanilishi mumkin bo'lgan yo'nalishlar bo'yicha takliflar ham tinglandi. Sessiyada yana bir muhim yo'nalish hunarmandchilikni rivojlantirish bo'yicha belgilangan vazifalar ijrosi ham tahlil qilindi. Xususan 2026-yilning birinchi yarim yilligida amalga oshirilgan ishlar, sohadagi mavjud imkoniyatlar va kelgusidagi vazifalar yuzasidan deputatlarga axborot berildi. Sessiya kun tartibidagi 3-masala esa viloyat mahalliy byudjetining qo'shimcha manbalari hisobidan shakllangan mablag'larni yo'naltirish bilan bog'liq bo'ldi. Sessiyada muhokama qilingan masalalar viloyat boshqaruvida mas'uliyat, ijro intizomi va aholi manfaatlarini ta'minlash bilan bevosita bog'liq. Ayniqsa, favqulodda vaziyatlarning oldini olish va aholi xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi vazifalar doimiy e'tibor va tizimli nazorat talab etadi.